Bunaqa narxga aynan mana shunaqa mashinani hech kim sizga taklif qilmaydi. Hyundai Porter 2024 mexanika korobka Gold komplektatsiyasi narxi $11.500 narxi mashinamizni. Zavodskoy propan. Mana shu joyida, ikiga mana shu joyida qirilgan joyi bor ekan. Holatlari normalniy holatda turibdi. Ozgincha xizmat qilgani bor mashinani. Narxiga nisbatan ancha qulay ekan. Mana shunaqa oq bakovoy dugalari bor, tozasidan so'raganlar bor edi. Qarang mashinani. Eng fullidan aquaprint nikkel bo'ladi. Oldilari ham polniy aquaprint, cruise control bor mashinamizda. Zadniy vid kamera, Android monitor, obduf, obogrev, roll obogrev, orqa oyna, spiral konditsioner, pechka, palasa udержение, palasa ushlaydi mashinamiz. Euro 6 mexanika 6 talik korobka, zadniy bilan 7 ta yurgani mana 27.660 km masofani bosib o'tib turibdi. Video registrator bor, tepasida kliyonkalari bilan turibdi. 2023 ga 24-yil tex pasport bo'lib chiqadi. 23-yil 12-oyda ishlab chiqarilgan mashina. Balon darmaydiganlargacha ham bor. Salonning holatlari ko'rib turganlaringizdek, aytganimdek xizmat qilgani bor. Atsenko o'yin ichida ozgincha atsenko o'yini almashtirsangiz ham bo'ladi, almashtirmasdan shunday minsangiz ham bo'ladi. Aytishadi-yu, taka bo'lsin, sut bersin degani mana shu bo'ladi. Narxi ham qulay, o'zi ham yomon emas mashinamizni. Zavodskoy gaz baloni orqasida 75 litrlik balonning holatlari. Xizmat qilgan, almashtirib olsa ham bo'laveradi. Holatlari mana shu videoda ko'rib turganingizda, bortining holati ham yaxshi ekan, mashinaning o'zi ham normalniy ekan. Aloqaga chiqinglar. Narxini aytib o'tdim, $11.500 narxi, mana shu yerdagi narxi $2.500 yo'l kira minadi. Agar O'zbekistonga bo'lsa 14.500 dan 15.000 gacha rastomoshka chiqadi. Qozog'iston, Qirg'izistonga arzonroq bo'ladi. Rastomoshkasi Qirg'izistonga menimcha bir $2.000-3.000 atrofida rastomoshka chiqsa kerak. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa yaxshi mashinalarni chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Narxi qulay ekan mana. Mana narxi. 16.800.000 won. Ozgincha xizmat haqi qo'shiladi. Shu yerda 11.500 ga beramiz narxini. Aloqaga chiqaverasizlar.